Mana shu ahvolda troslar sekin, asta-sekin kesib ajratadi do'stlar. Bu yangi texnologiya. Texnologiya bu rossiyskiy texnologiya. Do'stlar, mana shu holatda gazobloy qo'yilyapti, lekin bizniki undan ham oson qo'yilyapti. Bekzod akam gazobloy yaxshi Oybek aka. Gazobloy zo'r. Men aytyapman, yo'q, penabloy arzon yaxshi deyapman. Sizlar o'z fikrlaringizni kommentariy qoldirib, nimasi yaxshi? Aka, sizniki nimasi bilan yaxshi aka gazobloy? Bizga endi nima deydi? Oldingi zamonda ham pishig'ish bo'lgan, xomg'ish bo'lgan, to'g'rimi aka? Bu pishig'ish, bu xomg'ish. Endi xomg'ish bo'lgani bilan bu zato tez bitadi, issiq bo'ladi. Bu ham shunaqa. Bizniki arzon bo'ladi. Narxi 11 ming so'm. Ammo bizniki jinday qimmatroq bo'ladi. Yaxshiligi uchun. Bizniki 18 ming so'm. Endi biznikini bemalol arzon bo'lgani uchun molxona, porxona, qo'yxonalar qo'yaveramiz. Sizlarning qatga ishlaydi aka? Biznikilar davlat tashkilotlari bor asosan. Ro'yxatdalik sertifikat beradigan shunaqa joylarga asosiy ishlaydi. Tekshiruvdan o'tadigan sertifikatli joyga ishlaydi. Endi bizniki sertifikat joyligi ishlamaydi, to'g'risini aytib qo'yaylik. Xo'p, biznikini latoy bor aka, uning latoylari bor, ko'rsatib ham beradi. Ha, biz latoyni yasab beramiz aka. Yasab berasizlar. Yasab beramiz aka. Xo'p. Endi biznikida 2 etajli, 2 etajli uy qurganlar bor omali aka. Sizlarnikidachi? Bizda bir 12 etajli uy qurganlar bor aka. 12 etaj. 12 etaj bemalol aka. Xo'p, zo'ri bag'zo'r bo'lyapti. Endi omali biznikini paladinga olishgan yo'q omali, bunisi bor. Bizda olishadi aka. Do'stlar, sizlar qaysi fikr deb o'ylaysizlar? Gazoblog yaxshimi yo penablog yaxshimi? Yoki o'zimiz o'sha pishig'ish yaxshimi? Hozirgi davlat dasturidan pishig'ish chiqarilib borilyapti. Nima uchun pishig'ish dasturi chiqarib yuborishyapti? Yana bir internetda yangilik ko'rib o'qiganim, 2028 yo 2030-yildan beri O'zbekiston Respublikasida g'isht quyishni taqiqlab qo'yishmoqchi. Umuman taqiqlab qo'yishmoqchi, hattoki xususiylarga. Shu fikrlarga nima deb o'ylaysizlar? Sabab hozirgi paytda 15-20 etaj domlar hammasi gazoblokda qurilyapti. Endi penabloylar asosan o'sha xo'jalikka, uy xo'jaliklarga. Endi sizlarga nima plyusi bor aka? Biznikini turish o'zi plyus aka gazobloyda. Turishi plyus o'zi aka. Bizga ham aka zo'r turibdi. Qarang, oppoqqina turadi aka. Bitta shpaklovka bilan uyni bitkazib yuboramiz. Bu ham shu aka. Tez ko'tariladi. Hop. Qotirishchi aka. Xohlagan narsangizni qotirasiz bemalol. Endi do'stlar, penabloyda xohlagan narsangizni qotira olmaysiz. Anker bolt bilan 5-6 ta nima qilib qotirishga harakat qilasizlar. Sabab sementlarimiz ham penabloyda nima 550 plus marka sement ishlatamiz aka. 550 plus. 550 plus. Qum, chinozli qumi toza. Xo'p. Biznikini dastavkasi Toshkent bo'yicha tekin agar ko'p oladigan bo'lsa, sizlarnikichi aka? Bizniki pulli yomon. Dastavkasi pulli. Dastavkasi kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Xo'p, do'stlar, yana bitta aksiya o'tkazmoqchimiz aka. Mana siz obunachilaringizga aka 500 plus 5 qilmoqchimiz. Bu degani 500 ta oladiganiga 5 ta qo'shib bermoqchimiz. Addushi. Siz tomondan kelsa. Javob aka. Bu 5 tasi ham do'stlar 100 ming so'm pul bo'ladi. Shunaqa. To'g'risi, 1 kilo go'shtni berib yuborishyapti, ustalar pulini nimasiga? Toshkentda bo'y joyiga. 1 kilo go'sht berasizlar. Toshkentda bo'y joyiga, vodiyga. Vodiyda 2-3 ta seximiz bor, gazobloy. Bu yerda mana Parkent. Parkentda turibmiz, hozir turgan joyimiz Parkent. Parkentliklar bormi? Shu yerda biz kommentariy yozib qo'yinglar. Parkent shahrida Gipsablok. Eski Nilufar taxta bozorining ichida. Ba'da yangi bozordan kelish, ba'da Parkentdan kelish, o'rtada. Bozorning ichkarisida. Taxta bozorning ichida. To'g'ri o'tirsizlar oxirida ekan do'stlar. Xo'p. Endi penabloyimiz 11 ming so'm dedingiz, buni 18 ming so'm. Buni 18 ming so'm. Dastavkasi qanaqa endi? Dastavkasini kelishamiz aka. Dastavka kelishamiz. Olishiga qarab, soniga qarab kelishamiz. Kattaroq ob'yom. Dastavka faqat qatgacha endi. Dastavka O'zbekiston bo'ylab aka, Liboy joyiga. O'zbekiston bo'ylab. Bizda Parkentdan tashqari qatta filiallarimiz bor edi, Bekzodjon. Xo'p. Batda endi asosan vodiyda, mana shu yerdan hozir Toshkentda Liboy joyiga chiqaraveramiz aka. Toshkentda Liboy viloyat joyiga chiqarib beradi. Agar katta ob'yom oladigan bo'lsalaring, Voha tomonlarga chiqishimkanati bor. Paddonga terib, upakovka qilib stretchlab ham beramiz. Hali ulgurmadik, yangi ishga tushganimiz uchun. Paddonlarimiz hali yetib kelmadi. Yangi deganlarni ko'ryapsizlar do'stlar, hali o't o'sib yotibdi. Va mana shu yerda grederda qishda tekizlangan. Shu qishicha mana o'sib ketgan o'z to'g'risi. Yomg'irlardan keyin endi qarashgan yo'q. Xo'p, endi yana nimani aytmadim? Dastavka unisini ham bunisini ham qilib berasizlar. Buni latoyga uni ishlatsa bo'ladimi? Bir-biriga bo'ladimi? Ishlatishyapti. Chunki gazobloyda ishlatsa, narigin latoyni tepaga qo'ygan. Xo'p. Endi gipsabloy ham cheksiz bor ekan, xohlagancha. Do'stlar, qaysi biri yaxshi? Gipsabloymi nimami?
Gipsabloyda yaxshi tomoni uy xo'jaliklarga 1-2 etajli uylarga seysmopoz quyib ishlatsalar ham bo'ladi, lekin undan issiqroq degani gazoblok bo'ladi. Gazoblokni har xil turdagi korxona, dom qurishlarga qiladigan bo'lsalar ham nimaga ishlatish mumkin. Endi penabloy to'g'risi penabloy faqat do'stlar zaborga ishlaydi. Ko'ryapsizlar, atrof nimada? Penabloyda bundan o'zi qurib endi mana misol tariqasida naryoqda dom qurishyapti ekan, dom gazobloydan qurilyapti ekan. To'g'rimi? Gazobloy. U gazobloy qurilyapti ekan. Bu ham gazobloydan, masalan, domlar bu gazobloydan yoki xohlasalar penabloydan, lekin penabloydan dom qurilishga ruxsat bermaydi. Bunda beradi ruxsat. Bunda gazobloy sertifikat ham yo'qimiz bor. Ha, buni sertifikatlari bor uni. Xo'p. Ha, nima deb o'ylaysiz? O'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Oybek Qosimov edim, Bekzodjon. Farg'onada filiallari bor. Keyin Farg'onada yana qayerda bor? Farg'onada 2-3 ta bor o'zida. Farg'onada Zarkin. Narxlari qanaqa? Bir xil narx aka. Hamma yoqda bir xillar. 18 ming. 18 ming. Kastim yarashdimi yo'qmi nima deb o'ylaysizlar? Dog'ilsibdi kepka qolsam endi qayiqqa chiqmoqchimiz. Ali pul o'tkazishmi yo naqdmi qanaqa? Farqi yo'q, plastik, naqd, pul o'tkazish hamma yo'lga ishlayveramiz. Qizig'i yo'q. Soqol bersa bo'ldi. Ana kalpa, Yevropa ham qizig'i yo'q. Tojiy so'mi, Qirg'iz tangasi, ularni ham eplaymiz. Nima eplaymiz? Qarang, ana qo'shni davlatlar shulardan so'rashyaptimi? Qo'shni davlatlardan Qirg'izistondan so'rashyapti. Hozir endi ularga ham qolib qo'yib berganmiz o'zlariga. Endi ana tutamchi. Endi olib o'tish iloji yo'q-da. O'zlari chiqarishyapti. Ko'proq qayerdan qurish so'rashyapti buni nimani gazobloyda? Gazobloyda ko'proq o'zimiz vodiyda ham normalniy so'rashyapti, ham yaxshi so'rashyapti. Asosan dom quriluvchilar, to'g'rimi? Uyga, hozir uyga o'tib ketdi shunga. Xonadonlar poni shunga o'tib ketdi. Endi xonadonlar o'tishning sababi to'g'ri pishig'ishdan ko'ra bu issiq bo'lyapti nimasi? Issiq bo'lyapti. Qishda tok narxi, gaz narxi ko'tarilib ketdi. Limit enasini tiqoryapti, o'shalar do'stlar. Endi pishig'ish yaxshi deydigan bo'lsalaring, bitta sinovga gazobloyda optoga qo'yib, bunday ushlab ko'rsangiz, issiqda qaynab ketmaydi. To'g'ri, qizib ketmaydi issiqda. Qishda issiq ushlab turadi, yozda salqin ushlab turadi. Konditsionerga ham limitiga yordam beradi. Endi bundan arzonroq deydigan bo'lsalar, o'sha 8 ming arzoniga, 9 ming arzoniga penabloy bor. Penabloy ham xuddi shunaqa. U ham issiqda ushlab beradi. Haliga nima deb aytsa bo'ladi? Bunda 200 kW yetsa, narigini 2 kilosincha o'tib qoladi. To'g'ri debam. Endi lekin bitta narsa bor, hammasini utepleniyasini, tashqarida utepleniyasini katta rol o'ynaydi do'stlar. Faqat imminni blok yopish olmanglar. Sovqanli qilinglar, Oybek Qosimov sizlar bilan Moskva olib berishlik lekin.